O'zbekistonda tezkor xabar: 5 nafar ayolni biznesga olib kirgan tadbirkorga 50 million so'mgacha grant ajratiladi. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Siz Axborot.uz 24 kanaldasiz. Kanalda yangi bo'lsangiz hoziroq obuna bo'lishni va videoni o'zingizga manfaatli deb bilsangiz like bosishni va do'stlaringizga ulashishni unutmang. Shavkat Mirziyoyev 7-mart kuni Ko'ksaroy qarorgohida Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda xotin-qizlar bandligini ta'minlash va tadbirkorlikka jalb etish masalalariga alohida to'xtaldi. Mahallada 5 nafar ayolni biznesga olib kirgan 1000 nafar ustoz tadbirkorga 50 million so'mgacha grant ajratiladi. Markaziy bank tijorat banklari bilan birga 2 oy muddatda banklarda xotin-qizlar uchun yangicha yondashuv asosida moliyaviy xizmatlarni yo'lga qo'yish uchun mas'ul bo'ladi. Masalan, tug'ruq ta'tiliga chiqqan ayollar uchun bank kreditlari bo'yicha to'lovlarning muddati 10 oygacha uzaytiriladi. Endi ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha 4 bosqichli yangi tizim yo'lga qo'yiladi. Birinchi bosqichda biznesga qiziqqan lekin ko'nikmasi bo'lmagan 20 ming nafar xotin-qiz tadbirkorlikka o'qitiladi. Bunga Savdo-sanoat palatasi mas'ul bo'ladi. Ikkinchi bosqichda Xalq banki o'zini o'zi band qilgan 100 ming nafar ayolning kichik tadbirkor bo'lishi uchun ko'maklashadi. Uchinchi bosqichda har bir tumanda 2 tadan kichik korxonani namunali o'rta biznes darajasiga olib chiqqan hamroh kompaniya mas'ul bo'ladi. To'rtinchi bosqichda esa Savdo-sanoat palatasi eng faol 50 nafar ayol tadbirkorni yillik aylanmasi 100 milliard so'mdan oshadigan chempion tadbirkorga aylantiradi. Joriy yilda 60 ta tumanni ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha katta marra olingan. Bunga qo'shimcha ravishda hokimlar va har bir viloyatning 2 tadan tumanini ishsiz ayollar qolmaydigan hududga aylantirish uchun mas'ul bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz, biz bu xabarni Kun.uz rasmiy saytidan e'lon qilyapmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.